sukunli nun hamda tanvinga oid qoidalar mana shulardan iborat edi. Biz mana keyingi qoidaga o'tamiz. Bu vaqf alomatlari deb ataladi. Biz avvalgi darsimizda vaqf to'g'risida gaplashgan edik. Demak, Qur'oni Karimning ma'lum bir joylarida to'xtab, biroz nafas olib o'qishga vaqf deb ataladi. Demak, ana shu yerda to'xtaganda ma'lum bir qoidalarga amal qilib to'xtash zarur. Endi mana shu to'xtash joylari qanday aniqlaymiz to'xtash joylarini? Odatda Qur'oni Karimda demak har bir surada, har bir oyatning oxirida bitta to'xtab o'qish mumkin. Ya'ni har bir oyatning oxirida vaqf qilish mumkin. Bundan tashqari ba'zi bir oyatlar juda ham uzun bo'lganida oyatlarning o'rtasida ham demak maxsus belgilar bilan ko'rsatilgan joylarda vaqf qilishimiz mumkin. Mana shu belgilarni hozir o'rganamiz. Mana shu belgilar vaqf alomatlari deb ataladi. Mana hozir siz birinchi belgini ko'rib turibsiz. Bu mana jim harfiga o'xshash belgi. Demak, bu odatda bu belgi oyatlarda biron bir so'zni ustida keladi. Ya'ni biron bir so'z tugagan joyda yuqorisida mana shu belgi turgan bo'lsa, demak siz bu yerda vaqf qilish yoki qilmaslik ixtiyori o'zingizda bo'ladi. Demak, mana shu jim harfiga o'xshagan belgini ko'rganingizda siz shu joyda istasangiz vaqf qilishingiz mumkin, istamasangiz yana qo'shib o'qib ketishingiz mumkin. Albatta agar to'xtasangiz vaqf qoidalariga amal qilgan holda to'xtashingiz lozim bo'ladi. Keyingi belgi mana mim harfiga o'xshash belgi. Demak, agar bu belgini ko'rsangiz vaqf qilishingiz shart. Demak, bu belgi turgan so'zdan keyin to'xtab davom ettirish lozim bo'ladi. Keyingi belgi mana lam alif ko'rinishdagi belgi. Bu belgi yuqoridagi belgining aksi, demak vaqf qilish mumkin emas. Demak, mana shu belgini agar ko'rib qolsangiz, biron bir so'zdan keyin so'rgan bo'lsa, mana shu joyda vaqf qilish mutlaq mumkin emas. Demak, nima sababdan shunday? Sababi oyatning mazmuni buzilib ketadi. Shuning uchun mana shu belgini ko'rgan bo'lsangiz, to'xtamasdan qo'shib o'qib ketasiz. Mana keyingi belgini ko'rib turibsiz. Demak, qof harfiga o'xshab ketadigan belgi. Demak, bu yerda vaqf qilish afzal. Demak, siz bu belgini ko'rsangiz, shu yerda vaqf qilib to'xtab o'qiganingiz afzal, lekin ulab o'qishingiz ham joiz. Bu bilan oyatning ma'nosi buzilib ketmaydi. Demak, bu belgining aksi bo'lgan belgi mana sod harfiga o'xshagan belgi. Bu yerda esa aksi, demak vaqf qilish joiz, lekin ulab ketib o'qigan afzal. Ya'ni agar siz biron bir oyatning o'rtasida shu belgini ko'rib qolsangiz, agar nafasingiz yetsa, ulab davomini o'qib ketganingiz afzal. Lekin nafasingiz yetmasa, to'xtab vaqf qilsangiz ham xato qilgan bo'lmaysiz. Keyingi belgi mana bu odatda ikkita belgi ketma-ket keladi. Demak, bittasi bitta joyda kelsa, birozdan so'ng bitta yoki ikkita so'zdan keyin ikkinchi belgi keladi. Demak, bu ikki o'rinning birida vaqf qilish joiz. Ya'ni agar birinchisida vaqf qilsangiz, ikkinchisida vaqf qilmaysiz. Agar ikkinchisida vaqf qilmoqchi bo'lsangiz, birinchisida vaqf qilmasdan o'tishingiz mumkin. Demak, umumiy yana ummatga eslatib o'tamiz. Bu belgilarda vaqf qilganingizda, ya'ni vaqf qilish mumkin bo'lgan joylarda albatta vaqf qoidalariga amal qilishingiz lozim. Biz uni avvalgi darsimizda o'rgangan edik. Hamda bu yerda mana bu ikkita belgiga alohida e'tibor qarating. Demak, bular juda ham muhim, sababi bularning biri mana vaqf qilinishi lozim bo'lgan belgini anglatadi, ikkinchisi vaqf qilish mumkin emas. Qolgan belgilarda esa odatda, ya'ni vaqf qilsangiz ham, qilmasangiz ham xato qilmagan bo'lmaysiz. Mana ushbu sahifadagi misollarni ko'rib turibsiz. Bu yerda mana belgilarning qanday ko'rinishda kelishini ko'rgansiz. Ba'zida oyatlarning, ya'ni so'zlarning ustida, ba'zida ajratib turuvchi sifatida o'rtada kelgan. Keling mana ushbu oyatlarni birgalikda tinglaymiz. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Mana keyingi qoidalarga o'tamiz. Demak, bular vaqf qoidalari. Biz avvalroq vaqf qoidalari bilan tanishgan edik. Bu yerda esa ba'zi bir yana kichikroq vaqfga tegishli bo'lgan qoidalar bilan tanishamiz.
Demak, yuqorida birinchisi ko'rib turibsiz, mana tashdidli harfdan so'ng vaqf qilinganda, demak, tashdidli harf ikki harakat miqdorida ushlanadi. Ya'ni bu yerda ikkita harf borligini bildirib qo'yish kerak. Ya'ni lahunna so'zda vaqf qilinsa lahun deb, hamda agar n va mim harflari esingizda bo'lsa, g'unna bilan o'qiladi. Demak, lahun deb g'unna bilan o'qiysiz. Boshqa harflar bo'lsa ham, ya'ni g'unna qilinmaydigan harflarda ham ikkita harf borligini bildirib qo'yish kerak bo'ladi. Keyingi qoida mana hamza. Demak, tanvinli hamzadan so'ng vaqf qilinganda an tovushi madli a tovushiga aylanadi. Ya'ni ikki harakat miqdori ushlab turiladi. Ya'ni ma a deb vaqf qilinadi. Keyingi qoida mana val fathu so'zini ko'rib turibsiz. Demak, mana shunday so'zlarda e'tibor bering. Vaqf qilinuvchi so'zdan vaqf qilinuvchi so'zning oxirgi ikkita harfi demak sukunli bo'lib qoladi bu yerda. Agar vaqf qilsak, demak t harfi sukunli hamda undan keyin kelgan h harfi ham sukunli bo'ladi. Mana shu yerda demak oxirgi harf pastroq tovushda, demak i tovushiga moyil bo'lgan holda undan oldingi harfga qo'shiladi. Demak, val fath deb o'qiladi. Xuddi shu kabi, misol uchun agar Asr surasini barchamiz bilamiz, bu yerda ham aslida val asri deb yozilgan bo'lsa ham vaqf qilganim sababli val asr deb o'qiymiz. Xuddi shu kabi, misol uchun Fajr surasida ham val fajri deb yoziladi, lekin vaqf qilganimizda val fajr deb o'qiladi. Demak, bu yerda biroz t harfidan so'ng xuddi bir sezilmas i tovushi bor kabi, demak val fath deb o'qiladi. Keyingisi mana demak vaqf qilingan so'zda, demak oxirida vaqf qilingan so'zning oxiridagi harf demak tashdid bilan kelgan qolqola harfi bo'lsa, demak bunday holatda ham ikki harakat miqdorida ushlab turiladi. Avvalo hamda oxirgi harfda qolqola qilinadi. Mana hozir siz robbihkum bil haqqi degan so'zni ko'rib turibsiz. Agar bu yerda vaqf qilinmasa, demak qolqola qilinmaydi. Agar vaqf qilinsa, qolqola qilinadi va robbihkum bil haqqo deb o'qiladi. Demak, haqqo deb ikkita q borligi avvalo bildiriladi hamda oxirgi q qolqola qilinadi. Keyingi mana qoida hurufu muqattoa, demak kesilgan harflar deb ataladi. Qur'oni Karimda jami 29 ta sura mana shunday harflar bilan boshlanadi. Bu harflarni o'qishda ham demak avvalo mat qoidalariga ham amal qilishimiz lozim. Hamda biz bu harflarni nomi bilan o'qiymiz. Ya'ni misol uchun yuqoridagi birinchi misolga e'tibor bering. Bu yerda mana alif, lam, mim harflari ketma-ket kelgan. Demak, o'qiganimizda ham alif, lam, mim deb barcha qoidalarga amal qilgan holda hamda harflarni nomi bilan o'qiymiz. Bunday harflar ba'zida ikkita, ba'zida uchta, gohida esa bitta bo'lib ham kelishi mumkin. Misol uchun mana pastdagi 3-qatorga e'tibor bering. Mana birinchi oyat Yasin. Yasin surasining birinchi oyati. Yoki mana oxirdagisiga e'tibor bering. Bu yerda demak nun deb o'qiladi. Demak, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda ham mat qoidalariga amal qilinadi. Agar 5 harakat miqdorida cho'zish kerak bo'lsa, 5 harakat miqdorida cho'ziladi. 2 harakat miqdorida cho'zish kerak bo'lsa, 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Demak, ushbu qoida bilan biz bugungi darsimizga hamda ushbu Iqro deb nomlanuvchi kitobga ham yakun yasaymiz. Deyarli barcha qonun qoidalar bilan tanishdik. Inshaalloh mana endi qiynalmasdan bemalol Qur'oni Karimni o'qishga tayyorsiz. Bu kitobda ba'zi bir kichik yana qoidalar berilmagan ekan. Biz ular uchun balki alohida dars qilamiz. Demak, alohida bitta dars qilib, bu kitobga kirmagan ba'zi bir qoidalarni tanishtirib o'tamiz. Umuman olganda esa bugungi darsimizga mana shu yerda yakun yasaymiz. Agar darslarimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, haqqimizga duo qiling. Biz esa Allohga hamd aytamiz. Agar ba'zi bir xato kamchiliklari bo'lsa, sizdan uzr so'raymiz hamda Allohga istig'for aytamiz. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.